yine ekilip durgan atızni, hürmetli Shavkat Miromonovichni yangi O'zbekiston massivini qurish uchun ruxsat berib qo'yibdi deb ekin maydonlarini payqan etib yotibdilar. Yuqori tashkilotda ishlaydiganlar javob berishlaringizni so'rayman, javob beringlar. Hurmatli Shavkat Miromonovich, o'zingiz javob berishingizni so'rayman. Bu bo'lib turgan ishlaringizni o'zingiz nazoratingizga olishingizni so'rayman. Karavan House'ina shunchaki odamlarni pullarini olib qo'yibdi, boshqa etib qo'yibdi. Gelip bu yerda ekilib turgan yerini yana buzib, yana buzg'ilab yotibdilar yana. Birisi kelsa, ikkisi keladi bu yerga. O'zingiz nazoratingizga olib bu yerni, ekin yerini, dehqonlarni shunday baskılashini bir o'zingiz nazoratini olib javob berishingizni so'rayman sizdan. Sizni ruxsat berib qo'yibdi deb bular sizni yuzi qora etib, sizni odi yomon etib ishini etib qo'yibdilar. Buğday ekilgan yerlar, buğdayı var üstünde, suvarılgan buğdayı var.